Ogoh bo'ling, dahshatli xabar tarqaldi. O'zbekistonliklarni o'limga hukm qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va qo'shni davlatlarda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'tgan yilning noyabr oyida Birlashgan Arab Amirliklarida Yahudiy ravvinni Kongani o'ldirishda gumon qilinib ushlangan 3 nafar o'zbekistonlikni o'limga hukm qildi. Bu haqida Isroil matbuoti xabar berdi. Qayd etilishicha, hukm 30-mart kuni chiqarilgan, ammo holat yuzasidan na Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari, na O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi munosabat bildirmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa o'limga hukm qilinganlardan birining onasi bilan suhbatda ekani aytilayotgan audiolar tarqalmoqda. Ma'lumot uchun, ravvinning o'limida ayblanib qo'lga olinganlar 28 yoshli Olimboy Tohirovich va Muhammadjon Abdulrahim hamda 33 yoshli Azizbek Komilovich ekani aytilgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsulxonasi hamda Abu Dabidagi elchixonasi, Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi va boshqa mutasaddi idoralar bilan doimiy aloqada bo'lib, mazkur masala yuzasidan oydinlik kiritish maqsadida tegishli ishlar olib borilayotganligini bildirgandi.